birodarlar, boshqa bu masjidimizning nomi Salmon Forsiy jome masjid. Mana 5 yildan beri qurish bo'lyapti. Yaqin 3000 odamni bag'riga sig'adigan bir muhtasham katta bir binoga qo'l urganmiz. Hozirga kelib shu binoyimizni turgan joyimiz podval qismida turibmiz. Oxirgi ishlar qilyapti bu yerda. Terraska ishi qo'ygan. Shu podvalni shu bir remont qilib, bu ham terraska qilish kerak. Shunaqa ishlar bor. Bundan sonrası 2-3 shunaqa endi pardoz ishiga keldi-da. Hozir podval ustalarning bir qismi hozir podvalda ishlayapti. Bir qismi tepada ishlayapti. Bu 10 ga yaqin hozir ustalar bor. Bor imkon, bor sharoitni shu yerga qaratganmiz, lekin qishloq sharoit bo'lganligi uchun juda ham mablag'dan muammo. Bu yerda gasil muhlat tugab qolyapti. Hamma narsani muhlati topshirish vaqti bo'lgandek, Xudoning uyini ham topshirish vaqti bo'lib qoldi. Shuning ustalardan biz 100 millionga yaqin qarzimiz bor buni ustiga. Bugun endi ustalarda mana kraskasi, buni mehnati, shunga o'xshagan qator ishlarimiz bilan qiyinchilik bo'lib turibdi. Shunga Xudoning uyini obod qilganini Alloh taolo ikkala dunyosini o'zi obod qilsin. Xudoning uyiga nimasi bilan qilsa bo'lsa, albatta Xudo kam qilmaydi. Chunki u Xudoning uyi, meni uyim emas, domlaning uyi emas, falonchi uyi emas, Xudoning uyi. Bu yerga kelganlar faqat bu yerga Qur'on o'qigani keladi, namoz o'qigani keladi, zikr qilgani keladi, ibodat qilgani keladi. Asrlar xizmat qiladi. Bu o'zi Salmon Forsiy 2 asrdan ortiq guvalardan bo'lgan, paxsada bo'lgan bir masjid edi. Buni endi u saqlab qolib, yoniga shunaqa bir katta bir masjidga uringanmiz. Endi bu bidon bilan armaturandan bo'ldi. Bu endi 10 asr xizmat qiladi desak, yolg'onchi bo'lmaydi inshaalloh. Shunga bir ko'pchilik bir yordam qilaylik, do'stlarga ilinaylik. Chunki musulmon odamning qalbida albatta muhabbat bo'ladi. Xudoning uyiga desa hech kim yo'q demaydi. Ozginadan bo'lsa ham bir qissamiz qo'shilib qolsa, ertaga Xudoning oldida mukofot olganda minnatdor bo'lamiz hali biz bir-birimizdan. Yaxshi ham ilingan ekan, qissa qo'shilib qoldi, mana mukofotni olyapmiz deydi inshaalloh. Bu ilinish bu. Do'stlarga ilinsak, Xudo xolasa tez kunda shuni topshirib olsak, shu bilan biz ham shu katta bir yutuq, sizlar ham shu katta bir xursandchilik dunyo va oxiratda Xudoning mukofotiga erishasizlar inshaalloh.